Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlar uchun dehqon akalarimizdan uydan sotilayotgan novvoslarimiz bor ekan mana. Bo'yi necha dedi sog'a? 1.35, 1.40 atrofida. Mana bu novvosimiz bo'yi 1.35, 1.40 atrofida ekan. O novvosga kelib, "Tur bratishga, seni syomka qilgani keldi desa, menga qizig'i yo'q. Mana yotibman, xohlagancha turgizib ol" deb yoshli mana. Tur endi. Tur. Mana qarang, ursak ham turmayapti, mana qaranglar. Tur, bemalol xo'ja. Mana. Tur. O'z bu vesini ham ancha ko'tara olmaydi ekan bu novvos. Ancha pishib qopti bu. Mana novvosimiz uyda yemlangan, chiroyli holatlarda baqilgan novvoslarimiz akalarimiz. Sizlar uchun dehqon akalarimizdan ham bo'sin novvoslarimiz deganlarga obzor qilyapti chiroyli qilib. Bo'yni ham o'lchayim hozir akalarimiz. O'zini chiroyli qilib. Hozir mana. Obunachilar bo'yi 1.30 ko'rsatyapti. Tog'amiz aytganda 1.30, 1.35 atrofida dedi. Ikkosini ham bo'yi pastda bir monocha pastroq ekan. Hozir narigisini olib ko'rsatamiz akalarimiz. O'ta yuvosh novvoslarimiz dehqondan. Bo'ldi, qo'y. O'zi qatlayman har kuni. Ha. Har kuni qatlayman. Mana akalarimiz 1.33 ekan bo'yi salkam mana. Ko'ra olasizlar shu novvosimiz bo'yi. Bunisi esa 1.32. 1.30 chiqyapti, 1.35. Buni orqasidan olasam kerakmi? Orqasidan nazar solamiz. Mana bo'yniga, atrofiga, semizligiga, baquvvatligiga. Mana novvosimiz. Akalarimiz bor, qassob akalarimiz bor, xarid qilgan akalarimiz bor. Bemalol kelib shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, akalarimiz manzilda aytadi. Manzilda o'zimiz ham aytib tushuntirib o'tib ketaveramiz. Manzilimiz Andijon viloyati, Jalaqurut tumani, Beshkaram MFdan to'g'ri tushib kelsanglar, o'ng qo'lga 3-ko'cha, Olimpiada ko'chasi. Obunachilarimiz bu yerda ham shved novvosimiz bor ekan, toza mana. Buni ham bo'yni ko'rsatamiz sizlar uchun, qo'ldan kelgancha chiroyli obzorlar qilib. Bu hali yoshiga yetgani yo'q, hali ham yemadi. Obunachilar 1.17 bo'y bilan ekan, yoshiga yetmabdi, hali ham sutiga kirgan. 2-iyunda tug'ilgan. 2-iyunda tug'ilgan shved novvosimiz, toza novvosimiz. 2-iyunda. Xaridor akalarimiz bo'lsa, bemalol shu ekrandagilarga aloqaga chiqsanglar, sizlar uchun akalarimiz narxlarni tushuntirib aytib o'tib ketadi. Narxini so'rasak, o'zimiz kelishib olamiz, bemalol telefon qila olsin, yo'lda qilib beramiz, deyapti akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Dehqon akalarimizdan 3 ta novvos, 2 ta bu kattasi, bittasi kichkina yosh shvedimiz. Borilarga shukr. Navro'zi olam muborak bo'lsin obunachilar hammanglarga. Juma yo'mi muborak bo'lsin. Bugun Jalaqurut hayvon bozoriga chiqara olmadik, ming bor uzr. O'zimizni bayramimiz o'tib ketdi, mana o'pin budjetni yutib oldik. Borilarga shukr. Bu qo'ylar necha puldan bo'lib ketdi ena bola akalar? 13,5 millionga 4 ta ena bola qo'y obunachilar. Bolalari qo'chqar shekilli. Ha, ana. O'zatib o'tib ketdi akam. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlar hammanglarga. Hammalar bayramlar bilan o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklaymiz. Doimo sog'-omon bo'linglar. Navro'z olam muborak bo'lsin. Biz kecha o'qin budjetda bayram qilganmiz. Xudo xolasa videolarni YouTube'ga ham joylaymiz. Ko'ra olasizlar. Bugun Xo'jobod hayvon bozoriga keldik. Go'shtlar so'raychi. Go'shtlar necha puldan bo'lib ketdi aka? 100 ming so'm. Mana 100 ming so'm ekan Xo'jobodda. Mol bozorida kirishda. Qolgan joylarda bilmadik endi ko'ramiz. Video davomida like bosib, obuna bo'lib, kommentariy qoldirib ketasizlar akalar. Obunachilar. Necha puldan bo'ldi aka? Necha pul oldi? 20 ta. 20 kam? 13 ga. 13 ha? 13 millionga va. Ikkosi necha pul oldi aka? 42 millionga 2 ta novvos mana. Rossiyskilar shekilliga. Xo'p, akalarimiz shunaqa gaplar. Xo'jaboddamiz biz, Xo'jabodda. Bulosh ketdi, buloshi bormi, buloshi? Aka qancha bo'ldi u? 76 oldu. 7 million 600 ga yosh xunajincha. Bulosh ketamiz buloshiga. Qo'y suyu qancha bo'ldi akalar? 46 dan. 4 million 600 dan qo'chqarlar kattalari.
shunaqa gaplar akalar. Obunachilarimiz. Kechikib keldik endi, kecha charchab qolibsiz, ko'p harakat qilib, video qilib. Yana bola, udarlardan mana. Aka yana bola qancha bo'ldi? Qanchaga bermadi? 30 million, 34 millionga berilmabdi akalar. Bolasini olsa ekan. Sutda ham bor ekan 15 ta. Telefon nomerini qoldirib qo'yamizmi aka? 99 616 0188. 99 616 0188. Nechinchi tug'ishi? 3-chi sutichi? Aka nomingiz nima yutdi? Vodidan Sado. 20 litr suti bilan aloqaga chiqarasizlar akalar. 34 millionga bermagan. Ena bola sigir. Va nech puldan bo'ldi akalar? Sementallar. 64 million. Uchtasi 64 million uchtasi akalarimiz. Metr ham qolib ketdi, lazerni metri. Mana endi chama bu chama dedi 1.15 1.20 atrofida. 64 millionga 3 ta. Uni 3-chisi endi yuklashyapti. Sementallar, ha, rossiyskiy. O'na. Qo'chqar qancha bo'ldi aka? 4 million 700 ga. Mana biz Xo'jobodga yetib keldik akalarimiz. Nech pul oldi aka? 34 million 400. Va aka bu qo'zilar nech pul oldi aka? Jipi? Qancha dedi? 3 million. 1,5 milliondan bo'lib shu qo'zilarimiz akalarimiz. Va qancha bo'ldi aka unachi? 11,5 million bo'ldi akalar. Va novos nech pul oldi? 17,5. Shved shekilli. Va nech pul oldi aka qo'zilar? Usta. Eshitmadi. Eshitmadi yo, garantiya bo'ldi. Baqirdim, samam indamadi. Asabi chataroq indamay ketaverdi. Qancha bo'ldi aka? 14 millionga yosh majinlar. Sigir nech pul oldi aka? Egasimas ekan. Bozor avjida ama. Mana vashcha ajoyib mol ekan bu. Toshib mol ekan, ha? Toshib majin ekan. Nech pul oldi? 9 million. Bo'yda qaranglar, vashchi-yu. 1 metr emas ekan, bo'yi. Anaqa xunajin ko'rganmisizlar? Mana shu turishda tug'ib qo'ysa, bori mini xunajin bo'ladi. 1.5 o'ta kerak bo'yi. Nech pul oldi bu aka bo'g'oz? 17 millionga bo'g'oz sigirimiz. Aka shved nech pul oldi? Yana bo'ladimi? Nech pul oldi? 39 millionga yana bola shved sigirlarimiz. 39. Bu birinchi bolasimi aka? 2 ekan. 39 millionga yana bola shved sigirlar. Va sigir nech pul oldi aka udari? 12 700 ga deyman. 12 million 700 ga bermabdi. Yana bola sigir qancha bo'ldi aka? 23 millionga yana bola sigir. Bolasi novosmi? Xunajin ekan bolasi. Obunachilar 23 millionga yana bola sigir. Va novos qancha bo'pti aka? Telefonda gaplashib ketyapti. Mashina so'ramasak bo'lmaydi bu. Qancha? 27 million 800 ga katta novos akalar. Qancha bo'ldi aka? 7 million 600. Kilogramga topdingizmi? Nech kilo? 118 65 dan. 118 kilo 65 mingdan живой весga qo'yimiz sotilibdi akalarimiz. Bu qo'zilar qo'yiq suyuqi qancha bo'ldi akalar? Ha, bo'ldi. 17 dan 23 ga dan. Bo'ldi. 1 million 700 dan 2 million 300 ga to'g'ri. Mana shu birday sotib olishdimi? Buni onasi bormi? Onasi bormi, onasi? Yo'q. O'zi nech pulga tushdi u? 4 million 700 ga xunajinmi? 4 million 700 ga xunajin ekan. Qanday siz baqar ekan, sut beradi endi. Boshqa mol sutini oladi, zarqzang etib bera oladi. Nech pul oldi bu kichkintoy aka? 6 million 800 ga xunajin. Ha? Markani 500. Aka nech pul oldi bu? Qo'zilar nech pul oldi aka, qo'zilar? 2 million 100 ga ikkita qo'zi akalar. 1 million 50 ming so'mdan bo'lyapti. Olsalar bo'lar ekan. Nech pul oldi aka?
Aka novvos necha pul oldi? 17,5 million bo'pti novvosimiz. Bozor qimmatlab ketyaptimi aka kundan kunga? Tushdimi? Bozorimiz tushibdi akalar. Aka necha pul bo'pti ikkosi? 18,7. 18,200 ga xunajillar. Yosh. Necha pul oldi bu tog'a? Tog'a necha pul oldi? Akalar necha pul oldi? 50. 1 million 550. Ikkosi. 1 million 550 ikkitasi. Arzoni bo'lar ekan bozorda. To'g'li dedi, to'g'li bo'lar ekan. Bu novvos qancha bo'pti aka novvos? Ha, doch akalarni dab tushib ketyapti. Qo'ylarimiz udallari mana. Sog'liq qo'ylar ekan. Novvos necha pul oldi aka? 10 million. 10 million bo'pti. Keyin sotib olamiz. Yana bola qancha bo'ldi aka? Yana bolalar necha puldan? 1 milliondan. 4 milliondan yana bolalar. Bolalar qo'chqar ekan-a? Dolar 2 4 milliondan yana bola qo'ylarimiz bo'pti akalar. Aka necha pul bo'pti mana shu? 9 million 300. 9 million 300 ga. Novvosimiz. Ko'chat novvoslar. Akalar yana bola necha pul oldi? 21. Bolasi novvos. Suti. Gaplashaymi? 21 million bo'pti obunachilarimiz. Suti ham bor ekan 10 litrga yaqin. Vodi. Necha pul oldi aka? Sotilmadi qancha bermadilar? 18,5 millionga berilmagan novvosimiz bozordan qaytdi. Pul bo'pti aka bu? 10 million. 10 millionga falan akalar. Usta necha puldan bo'ldi? Sotilmoqda aka. Hozir mana oladigan toza arasham qo'zi hali. Telefon nomer 90'lik. 517 79 39. Toza arasham. toza arasham qo'y so'raganlarga aloqa chiqarasizlar akalarimiz. Ha? Video. Va necha puldan bo'ldi akalar? Hozir. Akalar qanchadan bo'ldi? 15,5 millionda 3 tasi. 3 tasi 15,5 dan. Sigir qancha bo'ldi aka? 11,7 dedim, 17 dedim, bilmay qoldik. 27 dedim yana bola sigirda. Va necha pul oldi bratishga? 24 million 400 ga ikkita chiroyli xunajlarimiz bor, semizlar. Ha, mana yana bola sigir ekan. Mana. Va mana kattalar. Yarim. 32,5. Ikkita novvosimiz 32,5 million bo'ldi akalar. 32,5. Va qulluq bo'lsin hammaga nasibini. 32,5 millionga ikkita novvos. Zo'r bo'pti. Bozorga kelganda akalar maska taqib kelaveringlar. Yana esimizdan chiqib qoldi maska. O'sha chayni rosa yutyapmiz. Kechgacha chanqatoradi iftorlikgacha. Necha puldan bo'ldi? Necha pul oldi ikki os akalar? 3 os 39,5 million bo'ldi akalarim. Shu novvosimiz. Qancha bo'ldi yana bola aka? 17 millionga bermayapti akalarim. Yana bolasi 20 million. Bolasi nima xunajimmi aka? Xunajim. Telefon nomerni ayting, qiziqqanlar bo'lsa aytavering. 90 208 09 93. Bo'lish qancha aka? Bo'lishi 19 ga beradi. 19 ga berar ekan bo'lish obunachilar. Qolgan ma'lumotlar akamizning nomerida. O'n to'qqizmi? 19 million. Aka, asosiy 19 millionga ikkita novvos akalar. Zo'r o'pdi. 9,5 milliondan. Va qancha bo'pti aka? Va necha pul oldi akalar? 17 million. Yana bola qancha bo'pti akalar? 5 million 250. Bolasini qo'chqar ekan. Aka necha pul oldi? 57 necha kilo chiqdi aka? 500 kilo chiqdi, 57 million jo'vesga. Buchi aka?
Qancha? 420 kilo obunachilar 57 mingdan shu OBSga. Hisobini chiqarib kommentariyada tashab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. 10 million. 11. Mashq qo'shqarim nech pul bo'ldi aka? Qancha bermadingiz? 7 million birizga berman. Bu zotda qo'shqarmi aka? Arashan ekan obunachilar 74 mingga berman qarashan. Telefon nomeri aka? 91. Aha. 487 89 88 120 kilo keldi. 120 kilo arashan so'raganlarga mana akamiz aloqa chiqaribdi. 7 million 400 ga berman dedim, 7 million 100 ga esimdan chiqib qoldi. Nech pul bo'pti aka yana bola? Bilmayman. Adoch akam bo'ldi. Bolasi xunajin. Nech pul olib qo'yamiz aka? 30 bo'g'oz 3 million 400 ga soliq qo'yamiz bo'g'oz aka. Bitti bu. 9 million 600. Nech puldan bo'ldi akalar, ey xunajinlar? 3tasi 27 million bo'pti. 1 2 3. Aka nech pul oldi shved? 23 millionga toza shved akalar. Mana nech pul oldi aka bu? 23 ga 25 ga sotilmadi. Telefon nomeri aka? Ayting telefon. 99lar o'y demaydi odam aka. Chiroyli muomala qiladi. Naqd deyman unda men. 99lik 430 85 88 ga chiqadi. Akamizga aloqa chiqarasizlar. Akamiz ozgina so'kinib qo'ydi, asabi buzilib qolibdi-da. Uzr olma. Nech pul oldi aka ikkosi? 18 dan. 18 dan 18 milliondan bo'pti novoslarimiz. Bu nech pul oldi aka? 16,5 million bo'pti. Sudaryu. Aka nech pul oldi? Sizning bir ishingiz bor? So'rayapman aka. Ha, ishingiz bo'lmasa aka. Nech pul oldi aka? Ashaga juda haliga nima desam bo'ladi? Mayli, nima deymiz? Akamiz o'zi ham ko'rayotgandi videoda. Qach so'ramaydigan qo'yapti-yu. Nima ishingiz bor deyapti. Normal tirikchilik qiling deyapti. Tekin tirikchilik qilmasdan deyapti. Nima deymiz? Mayli, ro'zani kunda indamay qolamiz. Nima ishingiz bor? Ko'ngilchanligimda meni. Agar boshqasi bilan tortishga torardim. Boshqasi bilan tortish ketardi urushim. Mayli, nima deymiz? Nima ishingiz bor deyapti. Nima edi? Ro'zani kunda xursand qilib aytib qo'ysa bo'ladi, necha kilo chiqdi, qancha sotildi. Orqadagi bola ham aytmadi. Endi mana ko'rdinglar nima bo'lganini, akalar o'zinglar yozib qo'yasizlar. Voy, akingizlar, necha pul oldi bu? So'raydi, men chiroyli so'rasiz. 2,5 millionga xunajinmi bu? 2,5 million. Ro'zani kunida. Ukaxon necha pul oldi? Adosh ukalarni olib ketyapti. Ertalabdan nastreniyani buzdi Ali aka. Mayli. Allohga shukr. Sabr qilamiz. Bizning ham ishimiz qiyinchiliklari bor. Qaddish yig'ilsizlar. Kommentariyani gumburlab tursanglar, biz xursandmiz. Aka necha pul olibdi? Rahmat aka. 27 millionga chiroyli novoslarimiz akalar. Aka. Mayli. Necha pul olibdi aka? Qancha bermadi? 19 millionga bermadi. Shvedmi bu? Telefon nomer 91 495 0288. Akamizga aloqa chiqarsa shu shvedga qiziqqanlar. Ortib ketdi, yomon kuchli ekan. 16 bo'ldi. 16, rahmat. 16 million bo'ldi. Akaxonim. Akim. Vodiydan sadoni ko'ringlar. Haqiqiy va jo'y oladigan akaman. Rahmat aka. Mashq o'zim necha pulga oldinglar, opa? Necha pulga bo'ldi? 1,200 bo'ldi. 1,200 dollar bak. 1,200 ga. Bu qo'chqarmi, soliqmi ekan bu? Soliq shekilliga qo'chqar 1,200 ga qo'chqar olibdi mana yosh qo'zilarimiz. Qancha bo'pti mana shu? Yana bola necha pul olibdi akalar? 19,5 million yana bola sigirlarimiz. Bolasi xunajin ekan, novvos ekan bolasi. 19,5 million ekan, bolasi novvos ekan. O'zimizning kichkina oilalarga ekan bu. Yaxshimisizlar akalar? Aka novvos necha pul oldi? 15,5? 15,5 millionga novvos, Qirg'iziston novvoslari. Bu ikkosi necha pul olibdi ustakalar? 15 milliondan. Ikkitasi 15, o orqada oldida 15,5. 11 millionga sigirdi o'zi mana.
Qo'yiq suvi qanchadan bo'lib ketdi aka? 2,5 million, 2 million. 2,5 million, 2 million sog'liq ekan hammasi. Qo'chqar ekan bular. 2,5 million, max patalo 2,5 million, qolgani 2 milliondan bo'lib. Ashqo'lar junni ol tekis qilib 3-4 marta cho'miltirsa bor-ku, ashi tirsillab, yirtillab ketadi. Qo'chqar qancha bo'ldi aka? 3 million 800 ga sog'liq qo'y ekan, bu qo'chqar bashara bo'lar ekan, bosh. Nech pul oldi bu? Bor. Nech pul oldi aka? 24. 2 million 400 ga qo'chqar. Sog'liqmi bu? Sog'liq ekan. Va bu nech pul oldi bu qo'chqar? 5 million 700 kilogrammga tushdimi aka? Kilogramm. Nech 96 kilo. 95 kilo. 95 kilo obunachilar. 60 million. 60 mingdan живой весga 95 kilo. Hisob kitobini chiqarib qo'yasizlar. Nech pul olibdi usta akalar? 25 million. 25 millionga bu. Bu ham 25 mi? 19 million bo'pti akalar. Va aka nech pul oldi mana shu oldidagi? Mana orqada 12 tur oldidagichi. Va aka oldida nech pul oldi? Nech pul oldi? 20. 20 12 million 400. 6,5 million yana bolasi qo'ylarimiz, bolasi sog'liq ekan. Yana bolasiga nech pul oldi tog'alar? Eshitmay qoldi. So'ri tushunamiz akalar. Asabiylashmaymiz, sabr qilamiz. Nima desa aka? Vodidan savdo aka bizniki. Sog'liq qo'chqarmi bular aka? Sog'liq qo'ylar. Ular qo'yiq suvi qanchadan bo'ldi aka? 2 million 700 dan akalarimiz sog'liq qo'ylar olib chiqib ketyapti. Bo'ldi, siz omadimi? Basharangizcha yarim chiqib qoldi. Mayli aka, sog' bo'ling. Xo'p, zo'r rahmat aka. Akamiz o'zimiz olmay endi yo'da olinib qoladi-ku baribir. Xo'p, akalar. Ukaxon nech pul oldi bu? 19 millionga toza shvet akalarim. Sotiladi hammi? 20 ga beraverasizlar endi. 20 ga. 20 ga yetcha qo'shsa beraver aka, toza shvet. Bo'ldi aka. 7 million 900 ga. Munajimmi bu? Va nech pul oldi katta novvos akalar? 64 jupi bor. 64. Orqada chiqadimi? O'tib ketib qopti akalar, 64 millionga jupika. Tog'alar nech pul oldi mana shu ikkosi? 38 millionga ikkita novvosimiz akalar. Novvosim chiroyli ekan. Nech pul bo'libdi aka? 42 million jupi. Bu 1, bu 2. 42. Aka yana bola nech pul bo'libdi? Qancha bermadingiz? 24,5. To'xtang, telefon nomeri aka. 90li 145 145 0390. 0390 ha. Qolgan ma'lumotlar akamizga telefon qilsanglar aloqa chiqarasizlar, yana bola sigirlar ham sotiladi. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omonlikda ko'rishguncha erta Qo'rg'ontepa hayvon bozoridan ko'rishamiz. Nech pul oldi ikkosi akalar? Qancha? 3 million qo'chqar akana? 1,5 milliondan bo'ldi qo'chqarlar. 3. Bittasi sog'liq, bittasi qo'chqar ekan. Ena bola sigirlarimiz. Ena bolam aka bular? Nech pul olibdi o'zi bana sigir o'zi? 31 ga beraman. 31 ga beraman. Buchi? 14 million. 14 millionga beraman. Telefon nomeri aka qiziqqanlarga. Yo, sotdi-yu bo'lgan. Ha, bo'ldimi? 14 millionga sotildi bu o'zi. Bu parodasi boshqacharoq shekilli. Bo'zi 14 millionga sotildi, sigir sotilmabdi. Ena bola nech pul oldi akalar? 36,5 millionga ena bola sigirlarimiz. Bolasida o'ta ekan. Nechinchi tug'ma, necha litr suti bor? Ikkinchi tug'ma, ikkinchisi novvos ekan. 20 litr suti bilan. Pul mashinlar aka? 2 million 400. Qo'chqar sog'liq bular. 29 qo'chqar sog'liq. Ikkosi ham sog'liq ekan. Shunaqa gaplar obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omonlikda ko'rishguncha, borilarga shukr.